Bu sani ishing-ku buni. 1,5 million aholimiz ishsiz chetda yuribdi hammasi. Qanday uxlaysan sen? Men bugun uxlaganim yo'q. Savol berib chiqdim o'zimga. Yurib, pagon kiyganlar nima qiladi? Bu meni vazirlarim nima qiladi? 220 ming tashqarida 174 ming ishsiz. Har bir viloyat rahbari, har bir rayonda 4 ta rahbari vijdoni bo'lsa, viloyat hokimiga kelib aytish kerak. 35-40% oyligimni men davlatga to'layman. Nimaga desangiz, har bir mahallada, har bir rayonda 15, 20, 30% chetda yuribdi. Ular uchun oylik olyapsizlar-ku. Nimaga ularni bir oyda bo'lmasa ham 2 oyda bir marta eslamaysizlar? Qayerda yuribdi u bechora? Qanday sarson sargardon bo'lib yuribdi? Uni muammosi qanday deb juda bo'lmasa bitta telefon qilib qo'ymaysizlar. Qarindoshing tinch, bolalaring tinch deb oyliklaringni topshirmagan bo'lsalaring ham.